Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Farikjan. Bugun men kunduzi kirib o'ynab ko'rdim. Dahshat bor-ku. Men bilan birga o'ynaydiganlar hammasi bilishadi. Men faqat kechqurun kiraman o'yinga. Bugungi videoda kunduzgi hayotni ko'ramiz. Kazikka boramiz, slotga boramiz. Keyin bitta qiziq ishni ham tekshirib ko'rmoqchiman. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentda yozinglar. Keyingi videoda kechqurungi hayotni ko'rsataman. Boy igroklar nimalar bilan saynit bo'lishini. Videoni ko'rishdan oldin sizlardan poddeshka, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Ovqatlanayotganlarga yoqimli ishtaha. Abza bo'lmasam boshladik. Ishimizni mana shu joydan boshlaymiz. Kimlarnidir uyiga aylanib bo'lgan bu joy уже. Men hozir balansimda polni hamma pulni yechib 10 millionni qoldirib 10 million hammasiga fishka olmoqchiman. Tak, bom. Rovna 10 million qoldirdim. 10 millionni hammasiga fishka olamiz. Opa bering endi. Bu joyga kelishinglarni taklif qilmagan bo'lardim, to'g'risi. Agar kimdadir lishniy pul bo'lsa, o'sha lishniy pulga o'ynash kerak faqat, чтобы yutqizganda ham achinmasligi uchun. Hop, biz endi bu yerda qanaqa taktika qilamiz? Faqat bitta chisloga qo'yaman. U chislo bo'ladi 34. Faqat shu 34 tushmaguncha, pulim tugaguncha qo'yaman. Maqsad shu, 34 chislo tushishi bilan bu yerdan ketamiz sirasi. Maqsad mana shu 10 millionni хотя бы x2 qilish. 18, 19, 20 qilish. Уже balansimizdan yarim oqib ketdi. Ovozingiz shunaqa ham yoqimsiz ovoz bo'ladimi? Bularning ovozini o'chirib o'ynamasam. Ming rubl qoldi, 1000 ka. Bittada qo'yaveraman, короче, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. 3-sektor. Oxirgi umidimiz mana shu 3-sektordan. Bo'lmasa, endi o'sha Xolshtonimiz bilan qaytib keturamiz sekin. Qani, хотя бы sen berarsan endi. Ну. Sуда na bazu. Qani endi comeback qilamiz. Lekin baribir 34 qo'yamiz. Да ну нахуй, рот сюда, сука, сюда. Mana buni kachela desa bo'ladi, mana buni comeback desa bo'ladi. 19785 ta fishka почти уже x2 qildik pulimizni, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdinglarmi? Oxirgi 1000 rubldan shutgacha ham chiqib keldim. Bo'ldi, endi sirpanish kerak bu yerdan. Opaga kattakon rahmat. Endi buni yuvamiz. Конечно, как без этого? Bayram boshlandi bu yoqqa. Bayram. Hammani sotib olaman. Ha, bo'ldi, yetadi o'zingga. Qolganini mashinani yonida davom ettiramiz. Tak, mashinam, qani mani sevimli mashinam. Hop. Nima boshladim? Ha, bular maza qilishadi, bular ham yutgan shekil. Taqo bering endi Li9imizni ana. Ana toycha ketdik. Xatga boramiz. Bolalar zalga chaqirgandi. Zalga boramiz. Oktagon ligaga tayyorlanamiz.
Kaleso Fortuna bor edi-ku. Aylantirib ko'raylikchi. Bilaman, baribir qanaqadir оружие tushadi, deylik. Musor tushadi deyish qilib. Tub tursam bu yoqda qo'shimchasiga yana bitta podarka, na mashina. Shu bugun post emasdan zo'r omad kelyapti. Omad bizning tarafda. Ana endi ketsak bo'ladi. Hop, hop. Hop. Qarang, mana shunaqa sostenada haydab ko'raychi, qayda olamanmi yo'qmi? Yomon chaqirtar ekan lekin. Uy, qana farsaj ko'rsatamiz, hozir underground bo'ladi. Ha, yo'q, bunaqa chayqatganda lekin hech qanaqa underground ko'rsatib bo'lmaydi. Bo'lmabdi bunaqasi. Hozir xullas mana chaqirishdi sport zalga. U yerda bizani bandada ikkita bola anaqa bo'lib qolibdi, nima deydi, gap talashib qolibdi. O'shani otishma yo'li bilan emas, ringda hal qilamiz deyishibdi. Birga bir qo'yib beramiz xullas. Yutganga 100 ming bor men nomimdan. Ikkita raund bo'ladi. Hoppa, kim ekan? Mamonovskiy. Yangi banda paydo bo'libdi-yu. Mana zalga ham kelib oldik. Oho, bu yoqda trenirovka qattiq ketyapti-yu. Aha, kimdirlar mana lopatka bilan mishul kuryapti. Yaxshi, yomon emas, zo'r taktika lekin bu ham. Trenirovka qizg'in ketyapti lekin gap yo'q. Kimdir yuguryapti, kimdir jim qilyapti. Сейчас жим доделаю. Сейчас. Руки пожали и по углам. Покажите красивый, а главное честный бой. Первый раунд. Fight! Hop, boshlanish yomon emas. Ikkalasi boksyor ekan, gap yo'q. Ha. Qattiq ekan lekin qizil mayka deb olib. Cho'z rubka boshlandi bu yoqda. Bir-birini ayashi yo'q. Oho, апперкот, боковой, прямой, двоечка, троечка, hamma narsa bo'lyapti. Mortal Kombat xullas. Bo'ldi, ringdan tashqarida urish yo'q. Tak, победительga 100 ming. Tirs beramiz. Ikkinchi raund. Ruki pojali и по углам. Yutganga 50 ming bor. Ikkinchi raund bu. Qani ketdi. Yana o'sha perkot, bokovой, прямой, tirsi, kalla, hamma narsani ishlatyapti lekin. Ha, bo'ldi, bu raundda ham oldi уже. 50 mingni ham oldi. Молодец, красавчик, gap yo'q. Shu bilan mana men boshqa ishga keldim. Hammani esidan chiqib ketgan ish. Mo'yishka okon. Oyna yuvuvchi ishi. Bu Esto arzamas Eston yonida joylashgan. Mana hozir ko'rsaman kartada. Esto bo'lsa, shunda ham yonida pivnoy barri orqasida joylashgan. O'z kelganlardan qator mopedlar turgan bo'ladi. Bu ish lekin zo'r ish, X2da ishlasanglar, faqat bitta mototsikl bo'lsa, tez borib qatnash uchun. Mana metrga kelamiz. Eng yaqin bo'lgan masofani tanlaymiz mana. 300-200 larni tanlayveramiz. Hammasi почти bitta domga olib boradi. Arzamas City'ga. O'zi borganinglarda qizil bilan metka qilib qo'ygan bo'ladi u joyi.
Lift yoniga borib to'xtaymiz, o'sha qizil bo'lib turgan lift yoniga borib bu yerda emas, bunisi ham emas, mana ekan. Kelamiz, o'zi avtomatik liftga chiqadi, yurishni boshlaydi. Mana shu qizil polosalarni biza tozalashimiz kerak. Har bitta tozalagan oynamizga 3000 yo 4000 dan beradi. Yomon emas lekin. Mana ekranda chap tarafda lift knopkasi bor. Tepa strelkaga qaragan, o'sha tepa strelkani bosamiz. O'zi avtomatik lift tepaga qarab ko'tariladi. Qizil joyga kelganda yana bitta o'sha tepa strelkani bossak, to'xtaydi. Altni bosib tozalaymiz. Hammasini tozalab bo'lgandan keyin lift o'zi avtomatik pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin yana обратно o'sha ish boshlagan joyimizga qaytib boramiz. Завершить работа qilamiz. Завершить qilgandan keyin yana boshqatdan nachatni bosib turib, yana o'sha eng yaqin bo'lgan masofani tanlaymiz. Shunaqa qilib ketdik yana o'sha joyga, Artama City domga. Shunaqa ish qiziq lekin zerikib qolmaysizlar. 1 soatda normalniy pul ishlasa bo'ladi. Agar 3-4 soat ishlasanglar, u вообще dahshat. Keyslar ham rosa ko'p tushadi bu yoqda. Bu yoqda bu bola yana qanaqadir muammo boshlayotgan ekan. O'zimni qanotimni degan olmasam, hozir buni otib o'ldirib tashladi. Birga ishlaymiz endi. Xullas men yarim soatcha ishladim. Bitta putvoyni keys tushdi, zapis bo'lmabdi, молодец. Shu bilan tugatdim. 2000 dan oshiq pul ishladim yarim soatda. Bu yoq endi slotga boraman. Cheater suka. Ну, pipец. Taydin. Ya kunduz o'ynash lekin bo'lmabdi, menga emas ekan. Kechqurun o'ynagan yaxshiroq men uchun. Hamma adekvatniy bolalar kiradi, adminlar ham ko'p bo'ladi. Hech kim mishat qilmaydi. Video yoqqan bo'lsa like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Men sizlar bilan xayrlashmayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Пока.